safar chaqirganda-chi ertaroq harakatlaring qildi. Abbos aka, shu mahallada anchadan beri yashaysiz. Ko'nglimga solib qo'ygan ozgincha ehsonim bor. Shunga o'zingizni maslahatingiz bilan birorta qiynalgan oila bo'lsa, berib qo'ymoqchi edim. To'g'ri o'ylabsan Yusufbek. Mahallada bir haqiqiy haqdor bor. Yaqinda boshiga bir musibat kelib, oyog'idan ajrab qolgan edi. O'shani borib bir sinab ko'ramizmi? Siz nima deysiz, shu aka? Aka, sizdan 5 ming so'm bo'ldi. Safar chaqirganda-chi ertaroq harakatlaring qildi. Aka, 1 minut to'xtab turing. Nima deysan yana? Sizdan 5 ming bo'ldi. Orasidan ham ketib qopti. Rahmat ukam, halol ekansan. Jahon, yaxshimisan ukam? Assalomu alaykum. Jahon, noto'g'ri tushunmasang, qiynalgan oilalarga yordam berib yurgan bir tanishim bor edi. Shuni kam bo'lsa ham kam ko'stingga ishlatib turasan ukam. Tushunmadim aka. Mana gadoy ko'rasizsiz? Oling mana pulingizni. Aslida senga atalgan ehson bu emasdi. Abbos aka, buni sinovdan o'tolmadik.